Men qaltis. Men qaltis. Men qaltis. Bu öz arzusiga intilguvchilarning ko'ngil saklisi. Bu yoshlarning arzu safiridagi oltin ko'rik. Aql farosat yoshlarga xos jo'shqin ruh, izdinish va raqobatni o'ziga mujassamlagan. Shundaqla, yangi taratqularning taraqqiyot saviyasiga moslashgan aql sahnasi. Qaltis mehmonlarimiz, mahirlarimiz, qarshilamiz, xush kelibsizlar. Bu son programmamızga qatnashgan barcha mehmonlarimiz, qaltislarimiz, menimcha ekran oldidagi ko'rmanlarimizga intayin tunish shundaqmi? Çolpanlarımız şundaqdımı özünlarni tanıştırgay salomlar yetkizib yetamizlar. Alqamdan boshlaylik qani. Yaxshimizlar ekran oldidagi tomoshabinlar, yaxshimizlar Qaysar Gulshada. Yaxshi. Men qaltis programmasida sizlarga yuz ko'rishganim intayin xursandman. Rahmat. Men aktyor Alqam Seyfiddin. Rahmat qarshi olamiz. Alfira. Alfira. Ekran oldidagi do'stlar, yoshlar, yaxshi turasizlar. Men aktyor Alfiradan hammalarga o'tliq salom. Rahmat. Qarshilamiz. Hacı qızı dinlardan hammanızlarga o'tliq salom, ali ehtirom. Mening o'sha programmaga qatnashganimdan o'zim naytdim xushalman. Men odatli bir oliy maktab o'quvchisi. Munim Dilnar va suhbat az Quzgan. Ekran oldidagi barliq suyukli do'stlarim, Ziloyat Tayirdan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Qarshilamiz. Qarshilamiz. Qizlar bir-biridan intayin chiroyli. Qarab ulgurib bo'la olatamsiz ya Qaysar aka? Ulguryapti. Bir ko'zim oyoqda, bir ko'zim oyoqda ish qilib. Yetishyapsiz a? To'rt mehmonlarimiz ekranimizga diqqat qilinglar. Ekranimizda bir xumbo bor. Xumboning ichida nurg'un mukofotlar bor. Mukofotning cho'nlarini bir nechasini deb beraman. Dachi uy, binoliq uy, qolsinliq uy, har xil uy, pinfon uy, tog'dagi uy. Asosiyati uyni bir aqor tugab bo'lgandan keyin telefon, uning keyindan binshan, to'nglatqo, mashina va kaza nurg'un mukofot. Meni tanlaychi bo'lsa. Ya, bu fursat. Bomamda, bo'ldi ya. Biz ikimiz aram pul chiqarib mukofotlarni tasdiqlasak, uni yana o'zimiz ilib olsak. Nima qildi? Shunga mukofotlarimiz bor. Sarxil mukofot, hattoki puldan tatib bor. Bugun alayda bir mukofotimiz bor. Bu mukofotni sizlarga bermoqchi. Mana ekranimizda qizli borak turibdi. Boyaqa mukofotlarimiz mush qizli borakning ichida bor, xumboning ichida bor. Savol belgisi turmadi. Mush mukofotni sizlarga beraman. Ammo bir shartim bor. Bir savol so'rayman. Oldinglarda qalam bilan qog'oz turibdi. Bir savol so'rayman. Shu savolniki ABC javobini qaysi javob to'g'ri bo'lsa, shu qog'ozga yozib, bir vaqtda bizga ko'rsatsanlar bo'ladi. Qaysi savolning javobi to'g'ri bo'lsa, agar 3 yilinglar, 4 yilinglarning javobi to'g'ri bo'lib qolsa, birli uy verimiz, 4 yilinglar bir uy kirib ketsizlar. Mashinachu? Mashin bo'lsa, 4 yilinglar bir mashinada o'tirsizlar, sho'pirni o'zinglar belgilasanglar bo'ladi. Ayda taq kuni mala, jub kuni mala ayis bo'ldi to'g'ri. Pul bo'lsa, endi bo'lish bermaydi-mi? Pulni bo'lish bermay. Qolgan anda qiyliqi muqim mulklarni mustaqillaylik. Mustaqillaylik, ha? Diqqat qilinglar. Savol. Diqqat. Yangi Jungo qurilgandan buyon davlatimiz tunji bo'lib olimpik chempionligiga erishgan tur bo'lsa, A. Tik-tak top. B. Suv uzish. C. Qarg'a etish. 3, 2, 1. Ko'z so'nglar. Hammasi javob tanlabdi. Bek oddiy bo'lib qoldi bu savolimiz ha. To'g'rimi hammasini? Bek oddiy bo'lib qoldi. To'g'ri. To'g'ri. Top. Ay, unda bu mukofot nimati? Am qanday qilamiz mukofotni? Mukofotni ham shu yoshda qilamizda ham biz. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi mukofotimiz Xinjiang FL madaniyat tarqatish shirkati ta'minlagan 400 yuan naqd pul. Har biringlarga 100 yuan. Muborak bo'lsin. Rahmat, bo'ldi. Unda o'z birinchi bosqichni yaxshi boshlab oldik, Qaysar aka. Endi ikkinchi bosqichimizda har bir mehmonimizdan ikkinchi savol so'raymiz. Ikkidan. Tirishinglar. Ko'rayotganinglar Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik shirkati tajidorligidagi Cho'ng Ustam Men qaltis programmasi. Xo'sh, maylarimiz, mehmonlarimiz, diqqat. Har biringlardan ikkidan savol so'rayman. Savollarimga to'g'ri javob bersanglar, mustaknada qolib qolsizlar. Xato javob bersanglar, yana mustaknada qolib qolsizlar. Mukofot buyumlarimiz bor. Diqqat qilinglar, ha? Xo'sh, birinchi numurli maylarimiz Alqamdan savol so'rash boshlansin. Xo'sh, diqqat. Alqam, savol so'rashdan avval qisqacha bir munozirlashaylikmiz. Bo'lamda. Alqam, hammamizga tanishib bo'lgan aktyor. Uning ustiga hozir biz teatr klubida ish qilamiz. Shu teatr klubining ichida nurg'un yaxshi asarlarni chanlangan, uning kendidan do'yinglardimiz saniki. Bo'lib ish qilgan oiladagi ba'zi bir ko'rinishlarni chanlangan narsalarni ko'p ko'ryapmiz. Mush aktyorlik kasbini bitirib bo'lgandan keyin, endi xizmatga yoki bo'lsa jamiyatga chiqqandan keyin
tunji ağır rolunuz nima? Tunjanda çoğara raqamda obraz yaratgan asramanda ishxonda kishilar 2015-yil suratlangan Samiy obraz. Samiy obrazi. To'g'ri, ishxondagi ishlar obrazda hammamizning ko'nglimizda cho'nqur ta'sir qoldirgan. Amaliyotda u film nihoyat yaxshi ishlangan bir film. Samiy obrazi balkim mening quliqimda anglashimcha boya hozir siz shuni damdi keyin deb turgandim. Mang'amun nurg'un odam alqam demaydi ekan sizni. Samiy deb chaqirib qolgan ishlar bo'lib qoladi ekan, shundaymi? Ha. Janub Şinjan yoki Shimoliy Shinjonga o'tib qolsak, biz cho'ng adlarimiz, akalarimiz Samijon deb chaqirdi. Ismini uqmagandan keyin, shu filmni ham televiziyaga qanday qo'ygandan keyin, shu ko'rgan Samijonni tutyapti ekan. Shu Samijovkam deydi. Al deyman, men o'zim ma'lqam sayfidan deb laqa ne qilmayman. Xo'sh, unda qolsa savolimiz kirib ketaylik. Seni menga qiynamay. Savol, unda qolsa birinchi savol, diqqat alqam. Nima uchun jiddiy harakatdan keyin darhol suv ichishga bo'lmaydi? A. Yurakning yukini og'irlashtirib B. Asalla pi tortishib oladi. C. Besh qiyishni keltirib chiqardi. Yerib ichib kelgan vaqtda ham jiddiy harakatlar. Yurakning besimini oshiradi. Buning to'g'ri javobi yurakning yukini og'irlashtiradi. Unda qolsa ikkinchi savolimiz ekran qarab javob beradigan savol o'xshaydi. Ekranimizga diqqat qilib boqaylik. Yaxshi diqqat qilib ko'ring. 早上好，欢迎早上好，欢迎登机。早上好，早上好。抓住舱门辅助手柄，将舱门往里移动至门框，确认移动至压下舱门操作。成功是吧？哎，对的。四川8633，新下8400保持。Xo'sh, filmni mi ko'rib oldik qisqa bir pendiyasini ko'rdik, ha? Qaysi film? Nim film? Yo'q, aeroplan boshlig'i Jungo Jijang. Jungo Jijang, ha? Xo'sh, unda bo'lsa, mushu aeroplan qayerdan qayerga uchgan aeroplan? Bayatimiz filmi ko'rdik. Chengdudan Shizangning Lasaga. Sichuan Chengdudan Shizang Lasaga. Cevabınız doğru oldu. Mübarek olsun. Elvira sual. Olimpik tenhareket yığınını tuncu bulup ötküzgen Asya devleti. A. Japonya, B. Kore, C. Malaysia. A. Japonya. A. Japonya. Bunun doğru cevabı Japonya. Mübarek olsun. Hoş. İkinci sual. Yeni ekran qarab cevap verdiğin sual. Kene ekranımızı dikkat edip bakayla. Her bir alıqsıға dikkat edin onunla. 四川8633，新下8400保持。 Xo'sh, diqqat qilib ko'rdingizmi? Tushunamay qoldim desangiz yana bir qo'yib bersak bo'ldi. Men burunmi ko'rganimni. Ko'rganmi? Ha, xo'sh, unda qolsa diqqat. Savol. Bu qaysi film? Bu Jungo Jijang degan. Jungo Jijang, ha? Xo'sh, endi savolimiz. Boyiqi aeroplanning ichida necha odam bor? Bunu qo'yib. Sanab bilamidingizmi? Necha qitim ko'rsatdik-ku? Odat aeroplanga necha odam botadi? 200 nechadan 300 nechagacha. Ha, aeroplan cho'ng kichikligiga qarab tasavvur. Lekin savol diqqat. Savol bu filmda tasvirlangan navbatchi aeroplanning nomeri qancha? Nechinchi navbatchi aeroplan? Balyu Sansan. Yana bir nuqta bor. Balyu Sansan desil tugamaydi. Balyu Sansan deyishning oldida yana bir nuqta bo'lishi kerak. Sichuan. Sichuan Balyu Sansan, ha? Sichuan 88633. Muborak bo'lsin, ikki savolimizga javob berdingiz. Xo'sh, Dinar, ikki savolim bor, diqqat qiling, ha? Birinchi savol. Olma tarkibidagi asli tutish iqtidorini kuchaytiradigan mikro element qaysi? A. Temir, B. Sinik, C. kalsiy. B. Sinik. B. Sinik. Tushunami? Buning to'g'ri javobi B. Sinik. İkinci sualınız ekran qarab cevap berdiğiniz savol ekan. Ekranga diqqat qiling.
Yuqorqi ko'rinishda ko'rsatilgan ushquchilarning pagoni qancha baldaq? Ayrim deb berang, ha? Qancha Baş baldaq? uçquchi 4 baldaq, yordamchi uçquchi 3 baldaq. Baş ushquchi 4 baldaq, yordamchi ushquchi 3 baldaq. Bunun to'g'ri javobi baş ushquchi 4 baldaq, yordamchi ushquchi 3 baldaq. Muborak bo'lsin. Ha, endi navbat sizga keldi. Savol, diqqat. Dünya bo'yicha nufusi eng ko'p qit'a qaysi? Qit'a dedimmi? A. Osiyo qit'asi, B. Yevropa qit'asi, C. Antarktika qit'asi. Osiyo qit'asi. Osiyo qit'asi. O'qib bo'lgan bilan javobini deb bo'ldingiz menga, ha? Buning to'g'ri javobi Osiyo qit'asi. Xo'sh, ikkinchi savolimiz. Ekran qarab javob beradigan savol ekan, yaxshi diqqat qiling. Filmni ko'rib oldik. Tugdimi? Qaysi film? Filmning ismi nima? Chungguo Qizhang. İşte film çıkmadı. Chiqdi-ku. Nima chiqdi? Unda filmlarda chiqib o'tib ketdi-ku. Xo'sh, lekin savol bu emas, savolga diqqat qiling, ha? Chungguo Qizhang yo'q. Ekranda ko'rsatilgan bu belga, boyaqi belga, ha? Mamlakatimizda ishlangan bir qism filmlarda uchirtimiz. Undaqda bu belgining ma'nosi nima? Mush kinoni qo'ysa bo'ladi degan shukrniki belgisiniki deb. Qo'ysa bo'ladi. Qo'yishqa bo'ladi, shukrchim tasdiqlangan. Tasdiqlangan, endi qo'ysa bo'ladi demoqchi. Tasdiqlangan film qo'yishqa bo'ladi degan ma'noda. Buning to'g'ri javobi tasdiqdan o'tdi, qo'yilishga ijozat degan ma'noni bildirdi ekan. Asosiyatan to'g'ri hisobladingiz, to'g'ri bo'pti. Xo'sh, 4 mayirimizning birinchi bosqichi oxirlashi oldida turyapti. 4 mayirimizning ifodasi shundoq yaxshi. Ko'rayotganinglar Cho'ng Ustam yemak ichak shirkati tajidorligidagi Cho'ng Ustam nan qaltis programmasi. Bu programmamizni Amroq Mashinam avtomobil guruhi alayida talab qilgan. Xinjiang Fazila xalqaro savdo shirkati alayida mukofotlashgan. Ekranimizda 1dan 12 gacha son bor. Bu sonlarning keynida mukofotlar bor. Mukofotlarimiz baksarxin. Mukofotlarni bir o'qib beray sizlarga. Xinjiang Cho'ng Ustam yemak ichak shirkati ta'minlagan Cho'ng Ustam yurishlik taom tetitqulari. Xinjiang Nazifa xalqaro savdo shirkati ta'minlagan Nazifa oliy darajalik oshxona yurishliklari. Guangzhou Daliyanna biotexnik şirketi ta'minlagan Daliyanna yurishlik kirim buyumlari. Xinjiang Bosh bahor savdo shirkati ta'minlagan No'ruz guli yurishlik yemaklik maylari. Qarqash Noya Ko'knur yezgilik fan texnik taraqqiyot shirkati ta'minlagan yo'lovchi qulaylik kavoblari. Xinjiang Fazila xalqaro savdo shirkati ta'minlagan Manxuma ayollar yurishliklari va Manxuma to'tqil tamlik qari shakarlar. Xinjiang Sabila taraqqiyot shirkati ta'minlagan Sabila markasidagi tayyor cho'p va yong'yo yaproqchisi. Ispaniyadan import qilingan Ziya markasidagi oliy darajalik zaytun maylari. Xinjiang O'singul savdo shirkati ta'minlagan O'singul yurishlik kirim buyumlari. Xinjiang Mehmon elektronlik savdo shirkati ta'minlagan TTD markalik meg'izli qizil gulqantlari va TTD markalik pinnik gulqantlari. Pichannoya Bagla mevchilik dehqonlar kooperativi ta'minlagan Bagla sap ujmi sharbati, Moligrin Abdullari, Amroq Mashinam avtomobil guruhi ta'minlagan mashina ijara elish e'tibor kartasi. Xo'sh, mayirlarimiz, mehmonlarimiz har biringlarning ko'nglida ma'lum bir sonni pikib qo'ydinglar qachon, ha? Onun üstüge bayatın diginimiz boyunca her birinle 2'den sanlı. Acayip yaxshi. 2'den sanlı deysizler, cuma mukafotlarımız var. Alqan. Ben 9 bilan 12. 9 bilan 12 esangiz uchun tuting, ha, Alfira? Men 6 bilan 7. 6 bilan 7. Xo'sh. 4 bilan 11 tanladim. Ben 2 bilan 8.
2 bilan 8. Sonlarımız öğrenip baksa ne mükaffatlarımız var ki vay qo'ygan mükaffatlarımız haqida. 3, 2, 1 örilsin. Öğrensin. Mana. Alqam 9 bilan 12. Guangzhou Tayliyanna biopatexnik çekiliş şirketi ta'minlagan Tayliyanna yurishlik grim buyumlar ekan. Şinjan Nazife Xalqaro Savdo Çekiliş şirketi ta'minlagan Nazife oliy darajalik oshxona yurishlikdir ekan. Oshxona yurishlikdir. Alfira siz qaysini tanlagan? 6 bilan 7. 6 bo'lsa, O'sligul grim buyumlar ekan. Uniki 7-si. Nuruz guli yurishlik yemaklik maylar ekan. 300 dollarlık mayırımız dinlarının mükaffatı bo'lsa, Şinjan Mekma Elektronik Sotsial şirketi ta'minlagan TTD markalık meyğizlik gül qatlar ekan. Cho'ng ustam yurishlik tetit qo'lar ekan. Muborak bo'lsin. Sizniki bilan 8. Qarqash Naya Ko'knur Yezgilik fan texnik taraqqiyot şirketi ta'minlagan yo'lovchi qulaylik kavoblari bilan Moligron Abdullar ekan. Ozgina ko'ngilchog'imiz qabul qilinglar. Programımızın tacidarlığını Çoğ Ustam markasidagi ikkinchi avlod har xil tam tetitqusi va ikkinchi avlod tayyor tamoqlarni bozorga silib, iste'molchilarning yaxshi bahosiga erishib kelayotgan Şinjan Çoğ Ustam yemaklik çekiliş şirketi ustiga olgan. Programımızda yangi mashina, nimkash mashina elim setim, mashina ijaragarchilik, mashina bezash, asrash turlari bo'yicha butun Şinjanga to'rlashib, turmushimizga qulaylik elib kelayotgan Amroq Mashinam avtomobil guruhi alayda talab qilgan. Programımızga Manxuma markasidagi yurishlik mahsulotlarini bozorga silib, iste'molchilarning yaxshi tanlashiga erishib kelayotgan Şinjan Fazila Xalqaro savdo şirketi alayda hamkorlashgan. Ekrandagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganlar Şinjan Çoğ Ustam yemaklik çekiliş şirketi tajdorligidagi Çoğ Ustam men qaltis programmasi. Mana programmamiz 3-bosqichimizga qadam qo'ydi. Endi bu bosqichda har biringlardan cho'qim tez savollarni so'rashimiz kerak. Ham programmaninki ehtiyoj bo'lganligi uchun xarakteri bilan cho'qim tez savollarni so'rayman. Endi bu tez savol so'rash bosqichimizda har bir mayirdan 3 dan tez savol so'rayman. Savolni intayin tez so'rayman. Albatta javobni intayin tez ilishim kerak. Başladık ha? 3, 2, 1 başlandı. Adam tırnağının üst sürütü okşamdı yoki okşamamdı? Okşamaydı. Hatta okşaydı. Moğolun ösüşü gün nuruna ihtiyaclık mı, ihtiyaclık emas mı? İhtiyaclık. Vay emas. Avtomobil onğa aylanğanda qaysı çaqı aylanmaydı? Keyin çaqı. Zapas çaqı. Mansualını ben yanlış gördüm. Vay o zapas çaqını isigim olmak. Şu. Azira sizin fakat ciddileşmeyin mu? Azira mı ciddileşmeyin? Ciddileşmeyin hiç kanda yeri yok. 3, 2, 1 başlandı. Avustralya aral döldü şundak mı? Şundak. Ya emas. Adamның parmak izi ömürbayat özgermeydi şundak mı emas mı? Şundak. Cevabın soğur böyle yaxşı. Yeni tuğulgan bu vaktin köz körelem mi körememdi? Köremeydi. Yaxşı. Nädi öyle? Bağısı badem ya. Doğru cevap verdi. Eğer muş sualını alqamdan soğurgan bolsam doğru cevap verelemdi. Bilmeydi. Bilmeydi. Yıllar hazır Ali Mektep'den kaçıncı yıllıkta dokuyorsunuz? Muş yıl 5. ayda praktika çıktı. Bütürey tapqapsız ha? Kasbınız? Sestralık. Sestralık. Am neymiş ki sestralık kasbida o'qishni o'ylab qolgandingiz? Çünkü men mush kichikimda opamning salomatligidek yaxshi emas. Shunglashgan mush bir doktor yoki sestra bo'lish orzuyim bor edi. Shuning bilan mush kasbni tanlagan. Shu kichkingizdagi orzuyingizni amalga oshirish uchun sestralık kasbida o'qibsizda yaraysiz albatta. Menimcha sestralık degan bu kasbmi bek bir sharafli kasb. Chunki bemorlarning og'riqini yengiltishda, shundaqla parvish xizmatini qilishda sestralarning rolimi intayin cho'ng, to'g'rimi? Sestra. Güzel kız. Dilnar neyimiz közü bir güzel Dilnar. Qaysi Dilnar? Yılıq sestra Dilnar deydigende. Pek çopalık buluşu mümkün. Mesela keçilerim işleydiğen gap. Hiç qısı yok. Ben özüm şu kesbini tanıgan ben. Meyler qandaq japa buluşuna qat'iy nazar men bunu bel qo'yib aytmayman. Mush ota-onamniki meni kutgan umidini, arzularini cho'qim aqlayman. Yaraysiz. Acep hoş buldum cevabınızı anlap. Her qandaq kasbning japası buldu. Şundaqmı endi biz japasını oylaplam vazgeçsek bo'lmaydi da. Tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak, cho'qim izchillikni saqlashimiz kerak. Shundala biz o'ylagan shu go'zal arzu armonlarimizga yetalaymiz. Yaraysiz. Bugun ish badingiz bek yaxshi bo'ldi. Shundaqla bizning savollarimizga yaxshi javob berasiz. Endi tez savollarimizga tez javob berish bosqichimizda 3 savolimiz bor. 3 savolimizdan ham bizga to'g'ri javob berishingizni umid qilaman. Tirishing Dilnar. Cho'qim javob beralayman. Yaxshi. Jayo. 3, 2, 1
Başlandı. Kal üstünde meyve bilen tanlı bir vakitte ismal kılışkı bulmaydı şundaq mı? Cevabınız doğru bolu. Dünya Muhit Asraş günü her yılının 6. ayının 5. günü mü? Yaki 6. ayının 6. günü mü? 6. ayının 5. günü. Cevabınız doğru bolu. Her oygunu ben adamın birinci kıldığın işini mi? Gözünü içiş. Çünkü uygunuplap gözümüzü açımızda. Uygunuplap birinci bulup kıldığın işimiz gözümüzü açımız. Sonra bugün ben bu sualga cevap vergen vaktimde bunda cevap vermeptiken mi? Kana cevap vergen bilemsiz. Ornumdan turmadım cevap veriptiken mi? Lekin en doğrusu şu birinci cevap gözümüzü içişimiz gerek. Buldu. 3 sualımızdan hemisi doğru cevap verdiniz. Yaraysız. Dilnar. Sılayat. Bugün bir nakş etaylı mı, yaki usul oynaylı mı ve yaki aktörlükten azırak ariye orlap bəsək qandaq bular. Özünüz tanılan. Ben bugün nakş et vereyim. Nakş mı? Hem de muşundaq çıx kəsblərin içində özünüz en yaxşı gördüğünüz qaysı Sılayat? Ben asli daha şöyle Zhongyang Yiyuan Şue'nde okuyan müzik marif kesbede Yiyuan Jiaoyu bilen Yiyuan Şue kesbede okuyan. Usul kesmem emas, lekin özüm kichikimda yaxshi ko'rdim, kichikimdan qiziqqanligim uchun dadam opamdan deyishim shuki, muzik chiqsa turamayotganman. Shunga hozirgacha olib kelyapman. Bugun shunday do'stlarimizlar ekrandagi shu sahnadagi barliq azizlarimizning hurmatiga bir naqshamni olib kelgan. Shuni aytib beray. yana qanday planlarınız var? Sizlar özünüz oylagan. Mening ham planim bo'lsa oldi bilan shu kasbda texmo tirishib, oldida ham xizmatning aldirashchiligidan jiq ko'ngil bo'lib bo'lmagan men kasbga ham bundan keyingi xizmat aldirashchiligim asosan o'qimish bo'ldi. Lekin bundan keyin ko'proq zehnimni shu san'at kasbiga bag'ishlashni, attashni o'ylashdim. Ham shu taraqqisda tirishyaptim hozir. Bo'ldi. Yaxshi, to'g'ri. Menimcha
Bir kasbni yaxshi qila olgan odam boshqa kasbni ham yaxshi qila oladi. Chunki uningda tirishchanlik bor, izchillik bor, jasorat bor, g'ayrat bor. Tirishaylik. Endi savollarga javob beramiz. Solayat boshlab ketdik undaq bo'lsa, singlim. Jiddileş yo'qdek bilinayotdi xo'rasizmi? Yo'q, jiddiyleşmedim. Nimishqa? Uxlayma aşkı pek ciddileşip ketmedim. Ama bu oylıkta inkas sınaydıqanı bir tələygin bağlıq bir nəsə. Yo, çoxum azıraq ciddileşməsiniz olmaydı bu basqışda. İşte deyib durub ciddileşdim. Elə birişdən faqat əhmiyet qalmaydı. Abay ma 3 qılğanda ciddileşkən. 3 qarab